G'oyibani janoza namozi tushirishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Vatanda tugab ketganlar uchun g'oyibani janoza namozi tushirishning hukmi nima? Vatanda yoki boshqa joyda vafot bo'lganlarning namozi tushirilgandan keyin bir yoki bir qancha yerda g'oyibani janoza namozi tushirishning takror o'qilgan janoza namoziga qatnashsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Janoza namozi salatul janoza arabcha meyit yoki tavutdagi meyit ma'nosidagi janoza kalimasi bilan atalgan. Bu namoz fiqh istilohida yuyib taralgan musulmon meyitga dafna qilinishdan burun duo qilib va mag'firat tilab, takbir va qiyam bilanla ruku, sajda va tashahhudsiz o'qiladigan farz kifoya namozidir. Bu musulmon bir inson vafot bo'lsa, uning ado qilinishga tegishli 5 haqqining biridir. Bular yuyib tarash, kepanlash, namozini tushirish, dafna qilish va qarzini ado qilish. Meyit namozi uchun boshqa namozlardagidek tahorat, qiblaga yuzlanish va niyat qatorliqlar shart bo'lib, uni jamoat bo'lib o'qish farz emas, sunnatdir. Vatanimiz Sharqiy Turkistonning asorat ostida Xitoy irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'lish natijasida nurg'unlagan Sharqiy Turkistonliklarning o'lim yetim voqealari ko'p yuz bermoqda. Bu sababdan mayli Sharqiy Turkistonning boshqa yerlarida tuqqanlar barlar bo'lsin yoki muhojiratda tuqqanlar barlar bo'lsin, janoza namozi o'qish, janoza namozini takror o'qish yoki g'oyibona namoz tushirish masalasi o'ttirg'a chiqmoqda. Va bu ishlar muhojiratdagi har birlarimizning beshiga kelmoqda. Tuvanda buningga aloqador nuqtalarni bayon qilib o'taman. 1. Meyitning namozi bir joyda yoki bir qancha musulmon tarafidan tushirilgan bo'lsin, farz kifoya ado qilinganlikdan u meyitga qayta namoz tushirilmaydi. Chunki biz yuqorida janoza namozi farz kifoya, jamoat bo'lib o'qish farz emas, sunnat dedik. Farz kifoya er yoki ayol bir musulmonning namoz tushirishi bilan ado bo'ladi. Buningda olimlar o'rtasida boshqacha qarash asosan yo'q. Korona va uylarga qamal qilib olish mazgillarida vatanimizda janozalarga shu 1-2 kishilar namoz tushiradigan bo'lishi mumkin. Faqat bir ahvol buningdan mustasno. U bo'lsa-mu, meyit namozini navoda namozni islom hokimi yoki qozi yoki meyitning tuqqani bo'lgan valisidan boshqalar tushirgan bo'lsa, meyitning valisi qayta tushirsa bo'ladi. Islom hokimi yoki qozi tushirib bo'lgan ahvolda valisining qayta tushirishiga bo'lmaydi. Meyitning valisi qayta tushirsa bo'ladigan ahvolda meyit dafna qilinib bo'lgan bo'lsa-mu, butunlay chirib ketguncha valisi qabrdagi meyitga tuproq beshida turib namoz tushirsa bo'ladi. Bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'zlab berganki, masjidning tozlig'ini qiladigan qora tanlik bir er yoki qora tanlik bir ayol bor bo'lib, u o'lib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni surishti qildi. Kishilar u o'lib ketdi deyishdi. Rasululloh, menga xabar qilsanglar bo'lmasmidi? Meni u erning yoki u ayolning qabrisiga boshlab beringlar deb qabrisiga kelib, uning namozini tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mazkur meyitning namozini atoyidan o'zi ikkinchi qatam tushirishining sababi bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aslida u kishining valisi ekanligidir. Agar vali namozni tushirib bo'lgan bo'lsa, boshqalarning qayta namoz tushirish huquqi bo'lmaydi. Namozni tushirganlarmi qayta tushirisi bo'lmaydi. Chunki namoz vali bilan ado tepib bo'ldi. Agar validan keyin yana namoz tushirsa, bu nafli bo'lgan bo'ladi. Halbuki janoza namozining naflisi bo'lmaydi. İmam Musili bu vaqtda deydi-ki, navoda namozni qayta tushirish durust bo'lsa edi, sahoba kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va sahobalarga qayta namoz tushirgan bo'ladi. Agar ular namozini tushirgan bo'lsa, albatta naql qilingan bo'ladi. Halbuki bunda qilinganligi naql qilinmagan. Namozni qayta tushirish meyitning tez dafna qilinishiga to'salg'u bo'ladiganligi jihatdan sunnatga xilofdir. İmam İbn Taymiya qatorliq ba'zi olimlar janoza namozi tushirib bo'lganlar texi tushirmagan valining namoziga iqtido qilib qayta tushirsa bo'ladi deb qaragan va buni odatdagi farz namozlarga qiyos qilgan. Chunki odatdagi farz namozni o'qib bo'lgan kishi shu namozni o'qiyotgan jamoatga iqtido qilib shu farzni takror o'qisa bo'ladi. Lekin yuqorqi hadis sharifga asosan bir qatam imom bo'lib o'qigan kishi qayta imom bo'lib o'qimaydi. Ammo namoz o'qiy olmagan vali namoz o'qisa, uning namoziga qatnashsa bo'ladi deyish eng muvofiq. Chunki u hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namozni qayta tushirmagan.
Burun namozni tushirgan imommi qayta imom bo'lib tushirmagan. Namozga qatnasholmaganlarmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz tushirgandan keyin qayta namoz tushirmagan. Ikkinchi, zulm va boshqa sabablik meyitning namozi bir yoki bir qancha musulmon tarafidan tushirilmasdan dafn qilingan bo'lsa, valisi yoki boshqa musulmonlar farz kifoyani ado qilib qabrdagi meyitga jasad chirib ketmadi deb qaralgan ahvolda tuproq beshida turib namozini tushirsa bo'ladi. Yuqorqi hadismi shuni ko'rsatadi. Navoda chirib ketgan bo'lsa, u chaqda bu jasad hadislarda kelgan meyit degan hukm doirasida bo'lmaydi-da, meyit bo'lmaganlikdan namozga tushirilmaydi. Chirib ketish muddati fasl va tuproqqa biqib har xil bo'ladi. Navoda namozini tushirib bo'lgandan keyin yuyilmaganligi ayon bo'lgan bo'lsa, yuyib tarab namozini qayta tushirdi. Agar dafn qilib bo'lgandan keyin andin bilinsa, qabrisi ochilmaydi. Chunki qabrini ochish meyitga ahonat qilganlikdir. Qabrini ochgandan keyin meyit to'pichanglarga milangan holatda chiqadi. Bu qarmoqqa kishiga to'limi yoqimsiz ko'rinadi. Shunga imomlarimiz buni meyitga ahonat qilganlikqa barobar deb qaragan. Üçüncü, bir shaharda namozga tushirilib bo'lgan meyitning o shaharda g'oyibona namozga tushirilmaydi. Buni hatto g'oyibona jinoza namozga tushiriladi degan olimlarning ko'pchiligimi to'g'ri topmagan. Chunki Imom Ibn Taymiya aytgandek, bu vaqtda biror hadis yoki salaflarning ish izlaridan naql kelmagan. Bu joiz bo'lsa edi, o mahalladagilarga bu mahalladagilar g'oyibona namoz tushirgan bo'ladi. Bo'libmi kasallik yoki turmada bo'lish yoki havaroyi yoki aldirachlikdek uzrlar sababli namozga qatnashmaganlar o'qigan bo'ladi. Ondaq naql kelmagandan keyin buning yo'lga qo'yilmaganligi ma'lum bo'ladi. Meyitga har zaman tahoratlik va tahoratsiz, qiblaga qarab yoki qaramay, o'ra yoki o'ltirib yoki yetib turib duo qilishga bo'lsa-mu, jinoza namozi uchun shar'iy shartlar tepilishi kerak. 4. Zulm va boshqa sabablik meyitning namozi bir yoki bir qancha musulmon tarafidan tushirilmasdan dafn qilingan bo'lsa, valisi yoki boshqa musulmonlar tuproq beshida turibmi namozini tushirolmagan bo'lsa, agar vafot bo'lgan kishining har qanday bir to'salg'u bilan namozi o'qilmaydiganligi ma'lum bo'lsa, kuchli qarashda uning namozini boshqa yurtda o'qish farz kifoya bo'ladi. Arliqning yiroq bo'lishi namozni g'oyibona bo'lsa-mu o'qishni tark etishga sabab bo'lolmaydi. Aslida bu masalada Hanafi va Maliki mazhablarida, shundaqla Imom Ahmaddan kelgan bir qarashda g'oyibona jinoza namozi tushirilmaydi, tushirilsa namoz durust bo'lmaydi. Bularning qarashicha meyit namozi tushirish uchun jasad namozxonning oldida bo'lishi shart. Jasad oldida bo'lmaganda g'oyibona namoz tushirish yo'lga qo'yilmagan. Navoda durust bo'lsa edi, kishilar hamma yurtlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozini tushirgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa joylarda vafot bo'lgan sahobalarning namozini tushirgan bo'ladi. Agar ular namozini tushirgan bo'lsa, albatta naql qilingan bo'ladi. Halbuki bunda qilinganligi naql qilinmagan. Yana Abu Bakr, Umar, Osman va Ali radhiyallohu anhum qatorliq zotlar vafot bo'lganda, dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar ularning g'oyibona namozini tushirgan bo'ladi. Halbuki bunda qilinganligi rivoyat qilinmagan. Shafi'i va Hanbali olimlar Sahihaynda kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Habash hukmdori Najoshining g'oyibona, ya'ni jasad yo'q turuqliq namozini tushirganligiga asosan g'oyib meyitning namozi tushiriladi deb qaragan. Sahihaynda Jabir radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ashama an-Najoshining namozini tushirib 4 takbir aytgan deb rivoyat qilgan. Sahihaynda yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu Najoshi vafot bo'lgan kuni uning o'lim xabarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetkazib, namozgohga chiqib sahobalar bilan saf tortib 4 takbir aytib uning namozini tushirdi deb rivoyat qilgan. Bu gerçi sahih hadis bo'lsa-mu, Hanafi va Maliki olimlar bu hadisni mundaq tushungan. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xos ahvol. Xoslikning isboti shuki, u zamonlarda nurg'un kishilar boshqa joylarda vafot bo'lgan turuqliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Najoshidan boshqa hech biriga g'oyibona namoz tushirmagan. Najoshining namozini tushirganligiga kelsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'ziga uning yotgan tavuti ko'rsatilgan va u zot Najoshining jasadini ko'rib turib namozini tushirgan. Buning isboti shuki, Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga haqiqatan qarindishinglar Najoshi vafot bo'ldi. Turib uning namozini tushiringlar deb o'rnidan turdi. Sahobalar orqasida saf bo'lganda Rasululloh 4 takbir tushirdi.
Ular sahabilar onun cinazasini Resulullah'ның aldida bar deb o'ylaydi. Abu Avana sahihida keltirgan rivoyatda shunday qilib biz Resulullah'ның orqasida turib namoz tushirdik. Biz o chaqda jinoza cho'qim oldimizda bar deb qaraydik deb kelgan. Madinadagi sahabalarning o'zlarini Habashtondagi Najoshining jinozasining beshida turgandek jazmlashtirishi albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan biror uchurga tayangan bo'lishi kuchli ehtimoldir. Bu vajidan Imom Xattabiy, Imom Ibn Taymiya qatorliq ba'zi Shafi'i va Hanbali olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najoshining yurtida namozini tushiradigan hech kim bo'lmaganligi uchun g'oyibona namozini tushirgan va shuningdek diyorida hech kim namozini tushirilmaganlarning g'oyibona namozini tushirishga bo'ladi. İmkon bo'lmaganlikdan jasad oldida namozi tushirilmagan ahvolda zaruriyat jihatdan jasad yo'q joyda namozini tushirish muayyanlashidi. Bundan tashqari ahvollarda g'oyibona namoz o'qishga bo'lmaydi. Chunki ibodatda Alloh va Rasulining belgilab berishi asosdir deydi. Bu Imom Ahmaddan kelgan bir qarash bo'lib, bu qarashdagilar Hanafi va Malikiylarga bir qadam yaqinlashgan va buning bilan masalani dalillar asosida muvofiq hal qilgan bo'ladi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, namozi tushirilganlarning namozi boshqa joylarda g'oyibona tushirilmaydi degan qarash Imom Ibn Abdulbar aytganda ko'pchilik olimlarning qarashidir. Imom Ibnul Qayyim bu vaqtda mundaq deydi: Iroqda vafot bo'lgan barliq meyitlarga g'oyibona jinoza namozi o'qish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning na yo'li, na sunnati emas. Iroqlarda ko'plagan musulmonlar vafot bo'lgan, lekin Rasululloh ularning g'oyibona namozini o'qimagan. Faqat Habash podshohi Najoshi vafot bo'lganda uning uchun xuddi oldidagi meyitning namozini o'qigandek namoz o'qigan. Najoshining jinozasi ko'tarilib Rasulullohga ko'rsatilgan. Qanchalik yiroqda bo'lsa bo'lsin, Rasululloh uni ko'rib turib, oldidagi meyitning namozini o'qigan bo'lishi mumkin. Sahobalar jinozani ko'rmasa-mu namozda Rasulullohga ergashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Najoshidan boshqa Iroqda vafot bo'lgan kishilarning hammasining g'oyibona namozini o'qiganligining rivoyat qilinmaganligi buning dalilidir. Rasulullohning qilgani sunnat bo'lgandek, qilmagani sunnatdir. Rasulullohdan keyin hech kimga namozini o'qish uchun Iroqdagi meyitning jinozasi ko'rsatilmaganlikdan bu ishning faqat Rasulullohga maxsus ekanligi ma'lum bo'ladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundaq deydi: To'g'risi, agar Iroqqa ketgan kishi uning namozi o'qilmaydigan bir mamlakatda vafot bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najoshining namozini o'qigandek, u kishining g'oyibona namozi o'qiladi. Chunki u kofirlarning orasida o'lgan bo'lib, uning namozi u yerda o'qilmaydi. Agar u vafot bo'lgan yerda namozi o'qilsa, uningga g'oyibona o'qilmaydi. Chunki musulmonlarning uning namozini o'qishi bilan farz saqit bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Iroqda o'lgan kishining namozini o'qigan va tarik etgan. U zotning qilganimi, qilmaganimi sunnat. Buning yeri boshqa, uning yeri boshqa. Vallohu a'lam. Imom Ahmadning mazhabida 3 xil qarash bor. Ulardan eng sahih bo'lgani mushu tafsilotdir. 5. G'oyibona jinoza namozi bilan farz kifoya ado bo'ladi. Bu vaqtda Hafiz Ibn Hajar g'oyibona jinoza namozini joiz deb qaragan olimlarning hammasi bu namozning farz kifoyani saqit qiladiganligiga ijmo qilgan degan. Valhosil namozi tushirilib bo'lgan meyitning namozini g'oyibona tushirish yo'q. Ammo qandaq bir to'sag'u tufayli namozi tushirilmagan meyitning namozi yurtida yoki boshqa joylarda g'oyibona tushirilsa bo'ladi. Balki bu ahvolda g'oyibona tushirish farz kifoya. Bid'at ish qilmaslik yoki bid'at paydo qilishga hassa qo'shmaslik uchun takror o'qilgan jinoza namoziga yoki takror o'qilgan g'oyibona namozga qatnashmaslik eng to'g'ridir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.